Haval Buxoro avtosalonidan Haval M6 va Haval Julion sotib olganlar, iltimos bu videoni tezda o'tkazib yuboring. Chunki bugundan boshlab Haval M6 va Julionlarga rastroshkalar ochildi. Oldinlari oylik to'lovi 6 million 7 million so'mdan chiqqan Haval Julionimizni xohlang 20-25 million so'm chegirmada, xohlang oylik to'lovlarini 2 million 700 ming so'mdan naqd 3 yilga rastroshkaga chiqarib bersak. Nima deyapti? Oylik 5,5-6 million so'mdan chiqarib berilgan Haval M6larimizni esa endilikda oylik to'lov 2 million so'mdan rastroshkaga chiqarib beramiz. Eng muhimi, avtomashinalar o'z nomingizga rastroshkaga chiqarib beriladi. Xullas, Havallarimizni komfortini, gabaritini yoki hadovoyini maqtab, sizni vaqtingizni olib o'tirmaymiz. Avtomashinalarimizni rastroshka grafigi kimga kerak bo'lsa, shunchaki kommentariyada Haval olaman so'zini yozib qoldiring. Biz sizga 5 daqiqada aloqaga chiqamiz. Hech qanday foyda qilmasdan avtomashinalarni foizsiz rastroshkaga beradigan avtosalon bu Buxoro shahar Vlad Avto City'da joylashgan Haval Buxoro avtosaloni. Manzilda adashib yana bonus so'rab, oylik to'lov pas qilib bering deb yurmanglar.